Yili nechi? 2010. 2010. Kraskasi? Usta bu? Kraskasini ko'rganimga ikkita orqa qurilmasi bor edi, mana shuncha sepilgan. Shakshasi emas, kapotcha to'liq sepilgan aka. Shunda ko'rganman, shunda. Ko'rib olasiz-da. Bo'l. Kapotchasi, krilochasi. Bu ham qarindosh emas, qo'shqalim bilan. Ya, mana kelishga bor. Kecha bir Krilochasi. Mesela bitnecha bo'ldi sotilgan ekan. Ikkita krilo, kapot, usilitel, ishi, stoykalar chiqdi. Bitnechada bir qarindosh olib bergan ekan. Bitnechasi berganman. Mashina oldini ko'rdim Ismoil aka. Siz ayog'ini ko'ring, ichini bir ko'ray mana shuni tushunchasin. Oldi chunki ikkita krilo ham, kapot ham kraskada. Lekin ichi yaxshi ekan. Sek o'ylar. Bizdan chiqib agar mabodo savdo bitmay qolsa, qana berdim. Yana ustiga ko'rsat. Bundan keyin kimdan nima olsangiz ko'rsatib. Ha, Bering, savdo zo'r narx bo'ldi. 20 million naqd beraman. Kimdir foydalansin. Qarang, bu mashinalarni ustida men olaman-ki. Bu 30 milliongacha bo'lgan mashinaga 500 ming deganman. 500 ming so'm qo'yib sotaman bu mashinani. Lekin hozir 20 million so'rayapman-ki, zo'r narx so'rayapman. Ishoning zo'r narx so'rayapman. Sal kam bo'ladi shu. Buni ham sotishimning sabab ozgina to'y boshlab qo'yganmiz o'shanga. Ya, yaxshi kunga. O'shanga. O'z uylanapsizmi? Aka 20 emas, 18 so'rasam bering, xotin olasiz. Bu boshqacha bo'ladi hozir bunga. Bir ko'targani sotib to'ydi qiling, izlashdi. Buni mazasidan uni mazasi zo'r bo'ladi. Asta. Endi hazil savdo qilaman, hazillar rozi ketasiz, bitsa. Endi shunga hech bo'lmasa 22 million bo'lsa ham olib ketaman deb keldi bu yigit. Aniq Ismoil aka, 22 olmayman. Ko'nglingiz kamiga 22 da bu mashinalarni Instagramdan ko'rgan, Akmal akaga boraman, tog'day so'rayman, tepada bo'lsa ham ola olaman degan niyat bilan kelgan bu yigit. To'yni qilaman keyin. To'yni qiling iloyim. Yaxshi kun. Aytsangiz nasib qilgan bo'lsa boramiz. Qarang, do'stim, ochiqcha ko'ring-da. 20 million so'radim-ki, bitta do'stona ko'ring-da, men buni zo'r narxini so'radim. Xohlaymizmi yo'qmi? Hozir motor, hadava, endi injektorlar o'z-o'zi qo'lingizga zo'r bo'lishi mumkindir. Mashinada bayog'ini qarang, injektor to'lib borgan mashinada 100 ming olsangiz, 150 ming olsangiz usta puli chotga qilib berasiz, lekin men detallarni borki chotga qilib bo'lmaydi. Bu kraskalicha qolib ketdi bo'ldi. Lotka sepilgan hisobga o'tadi. Gapiring, qochib qoldi. O'sha pulga beraman deb to'y bo'lsin deb. Yaxshimi? Savdo qilib ketdi-da. Uzoqliklar o'ylayapsizmi usta? Bo'ldi, men o'zim aytaman, 300 ming so'm o'tib bering, 200 ming so'm qo'shgan bo'laman. Endi men 24 ga ola olmayman. 300 ming so'm o'tib berasiz bo'ldi. Endi rozimisiz? Xayrida u. Kam bo'ladi. Faqat rozi bo'ling. Yaxshimisiz o'zi? Yaxshi. Nima qotib qolyapsiz? Mashinaga qarab qoldi. Keling, mashinaga qaramaysiz. 300 ming so'm o'tib bering, bo'ldi. Ochiqcha keling. Men ham endi u pulga ola olmayman. Xalq olmagan pulga men ham olmayman. Meni ham shunday bir qasamiyatim bor-da. Bo'layotgan bo'lsa 300 ming so'm xayriya o'tib bering, bo'ldi. Baraka. Qavoqqa ketdi odam. 2010 Matiz, tomni past sepilgan, ichiga o'tmagan. Oldi tomoni